Achinasanday yigitlarimiz musofirchilikda pul topib kelayotganlar bor. Qiyinchilik bilan mana yigitlar o'tiribmiz, hammamiz erkakmiz. Ertalab bola chaqamizni rizqini boqamiz deb uydan chiqib ketamiz. Dunyo topish, mol ilinjida halol topaman deb qiyinchilik bilan topib, bir kunda buni ko'chaga sovurib yuborishlikdan ko'ra aqlsizlik bormi azizlar? Bir kunda tugaydi. Pul manaki deyotgan birodarlarimiz, ilohim pul sizga baraka bo'lib kelsin, lekin buni hisobi bor. Hamma esdan chiqaradi. Dabdaba qilsangiz ham, o'rtacha qilsangiz ham bir hafta gapirar, keyin to'xtaydi. Lekin shuncha qiyinchilik bilan topgan pulni bir kunda sovurib yuborishlik qanchalik aqlga to'g'ri keladi? O'sha pulni, o'sha mablag'ini bola chaqa uchun qilinayotgan bo'lsa, shunga sarflamaydi. E'tibor bersak, bir inson butun hayoti davrida bir nechta to'y qilar ekan. Butun umri faqat to'y. Aslida biz bu dunyoga kelishdan maqsadimiz nima edi? Shuning uchun to'ylarni qisqartirishligimiz kerak.